Hurmatli obunachilar, bu sizlar ko'rib turgan qo'chqor oddiy jaydari qo'chqor emas. Hisorini toza elita varianti. Mana shunday variantlaridan 300 bosh kelgan aziz obunachilar. Videoga bir dona like bosib, e'tibor bilan oxirigacha ko'rasizlar. Mana haqiqiy raketa dumbalari mana. Jonivor. Mana. Ko'r shogird ehtiyot bo'ling. Söyleyse şagird aş koydu. Mana. Kozunu qaran, gövdelerini. Hurmatli obunachilar, bu sizlar ko'rib turgan qo'chqor oddiy jaydari qo'chqor emas aziz obunachilar. Hisorini toza elitasi. Mana shunday variantlaridan 300 bosh kelgan akalar. Videoga bitta like bosib, videomiz e'tibor bilan oxirigacha ko'rasizlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'ida joylashgan arzonchi, optimchi Anvar akamni qo'y fermalaridamiz aziz obunachilar. Hisorini eng zo'rlaridan, sifatligidan kelsa olib boqaman degan aka-ukalarimizga bugun maxsus video bo'ladi aziz obunachilar. Like'larni ayamanglar, narxlari ham siz o'ylagan darajada arzon narxda bo'ladi akalar. Chiroyli qilib video obzor qilib, hammasini to'liq ma'lumotini video davomida qo'ldan kelgancha yetkazib berishga harakat qilaman. Albatta like'ni bosib, kanalimizda yangi mehmonlar obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar aziz obunachilar. Biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum, Qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari, hurmatli tomoshabinlar. Akalar, mana va'da qilingan katta partiya sari qo'chqorlarimiz. Hammasini birma-bir Anvar akam bilan chiroyli qilib video syomka qilib, to'liq ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz akalar. Like'larni ayamanglar, mana Anvar akam bilan birgalikda syomka qilamiz. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Qo'ylarda dahshatlari keldi. Video davomida tomosha qilinglar va shu go'zallarni chiqarib beramiz, pulini ham yengil qilib qo'yib beramiz. Ko'rgan odamni ko'zi quvnaydigan variantlari kelibdi Anvar aka bugunga. Ha, yayratadi. Tomosha qilgan odam ham afsuslanmaydi. E'tibor bilan ko'ringlar. Bir joyda qo'yib, bir xil standartda yemini yeb yurgan toza elitalaridan aziz obunachilar. Aka, birinchi partiya soni nechta? Soni bular soni 50 ta. Mana buni qara. 50 dona. Mana bu jonivorni, mana tush qismiga e'tibor beringlar mana. Bu yerda o'zi ziragan bor ekan mana. Qo'zicha hali. Hali yosh qo'zi aka. 10 oylik qo'zicha bor qarang, yurishing. Aka, eng zo'rlari Ajana, mana shu Qo'y bozori kanalda bo'ladi akalar. Mana jonivor. Hop, keyingilari. Yemini yeb turgan, nihoyatda o'zini bosib olgan qo'chqorlar aziz. Ma qizilini qara. O'zi bir dona qizili. Aha. Ma qara. Jonivor. Haqiqiy simju mana. Qo'lga sanchiladigan variant aziz obunachilar. Bir dona qizili. Kellar. Birinchi partiyamiz 50 bosh aka. 50 bosh. 50 bosh yemini yeb yurgan variantlar. O'rtacha yosh oyligi bir 10 oylik atrofida aka. Mana. Avval ko'ring. Mana bu qo'zini qara, mana bu qo'zini. O jonivor. Simob qo'zi haqiqiy mana. Angusidan boqaman degan aka-ukalar. Orqalari mana tushlari. Mana. Jonivor nihoyatda go'zal ekan. Xudo xolasa akalar hammasi sog'lom, sinovdan o'tgan. Mana bu qo'zini qara, mana bu qo'zini. Vajib. Mana. Mana. Kastagini olib qo'ying qo'ydi. Videoni boshida turgan qo'chqori bu, obunachilar. Kastagi. Ular baquvvatligiga e'tibor beringlar. Bitta sherik qilgan var ekan, mana ikkitasini abdin ajratib. Mana sherigi. Sherigi bormi? Voy. Bir jup zo'ridan, go'zalidan boqib qo'yaman degan aka-ukalarimizga. Mana kastagi. Obunachilar, qo'y olishda shoshilmanglar akalar. Mana, qo'ydi qara. Mana shunday yemini yeb turgan variantlardan olsalar akalar, Mana pulingizga pul qo'shadi mana. Qo'y juda nozik bo'ladi. Mana shu ikki oyda beraylik. Mana bir xilda mana bir jup. Voy mashalloh. Mana go'zalidan boqaman degan aka-ukalarimga. Kelasizlar mana shunday holatda tanlab olaverasizlar aziz obunachilar. Qo'y ko'p, qo'y seroq, tanlab olinaveradi. Aka, bo'ylarni ham o'lchab ko'rsatamizmi? Shunday aytib ketamizmi? Bo'ylarni 80 ga olishaversin, behijolat, uyaltirmaydi. Balandligi 80 santimetrga mo'ljallab olishaveradi, hisoblanadi. Obunachilar. Ha, o'zlari. Mana bu kashtanni ko'ringlar, mana aziz obunachilar. Tovlanyapti. Endi qo'yda molozni olib chiqsang deb, ichidan olib chiqsang zo'ri chiqaveradi qo'yda. Qo'ylar o'zi go'zal. Mana. Narxini nech puldan qo'yamiz, Anvar aka? Narxini ham arzon qo'yamiz, 6 milliondan qo'ymaymiz, kamiga qo'yamiz. Aha. Bozordan, eldan arzon bo'lsin deb qo'yamiz. Biz sotamiz, obunachilar aka. Mana oldi taraflarni ko'rsatinglar aziz obunachilar. Tushlari ham nihoyatda elli. Yemini yeb turgan akalar. Qo'y ozg'in. Bir so'z bilan aytganda, immuniti past qo'ylar emas aziz obunachilar. Qo'ylar nihoyatda badalli, ham sifatli qo'ylar. Aka, narxini ayting Anvar aka. Narxini Kelishtirib bitta bir so'z bilan aka chiroyli qilib Qo'y bozori kanalining obunachilar begonasi yo'q, hammamiz kelishilgan holda qo'yaveramiz. 5 million 600 mingdan qo'yamiz buni. 5 million 600 ming so'm. 5 million 600 ming so'm. Optim olaman degan aka-ukalarga qo'yamiz aka.
Bitta ikkita tanlab oladi odamga 100 ming plyus, hadi. Aha. O'zimiz chiqarib bersa 200 ming minus qilib beramiz. 100 ming plyus minusida kelishib ketilaveradi aka. Ha, o'zi qarang, ketayotgan qo'zin. Nihoyatda haqiqiy simjun. Elita variant degan azobunashlar. Ulgurib qolinglar, qiziqqan aka-ukalarimiz bo'lsa, xudo xolasa bitta olaman degan aka-ukalarimiz ikkilanmasdan telefon qilaverasizlar. Keyingi partiyasiga xudo xolasa yana ham go'zallardan bor anor aka. Ha, bundan ham go'zallaridan bor. Buni kichikroqlari ham bor. Yengilroq qo'yib beramiz. Obunachilar, like ayamanglar. Mana shunday qisqaroq qo'chqonlardan boqishga qiziqqan aka-ukalarga videoni podelitsiya qilib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Keyingi Qo'ralarimizni qo'ysayroq. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu ikkinchi partiyasiga chiqqan qo'chqonlarga e'tibor berasizlar. Rangi toza, haqiqiy kashtanlardan ekan azobunashlar. Nasllikka, zotga tarbiya qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana shu partiyadan olinglar azobunashlar. Sakrab turganlari. Muxtor bu eski urug'dan o'zimizda. Aha. Toza kashtan qo'ylar. Toza kashtan. Ha, buni Tojikistonda Hisori sortidan ekan azobunashlar. Soni Bular- nechta edi? 23 ta. Bularni o'zi boqqa odamlar biladi o'zi bu qo'ylarni. Sort-portlarni ajratadi o'zi bilgan odam. Jonivorlar nihoyatda sog'lom o'ynab turibdi. Bo'ylari baland ekan aka buni. Bo'ylari 80 santimetrga beraveramiz buni ham. 80 santimetrga. Ha. 80 Hali baland chiqsa, kam chiqsa, bir-birini qo'yib yengib ketadi. Bittasi baquvvatidan ushlab ko'rsating bitta. Ha. Mana haqiqiy raketa dumbalari mana. Jonivor. Mana. Hammasi ham baquvvat. Buni ushlab alohida qilsangiz, hammasi ham baquvvat. Tepasiga kelib ko'rib olinglar azobunlar. Masalan, mana shu kichkina azsan, endi ushlasang, hammasi ham baquvvat. Ajragandamda ko'ring. Hammasi ham baquvvat. O shogird ehtiyot bo'l. To'laysa shogird ash qo'ydi. Mana. O'zini qarang, gövdalarini. Jonivor. Kastalar qarang. Haqiqiy oyoq qo'li uzun. Ash ko'zini banda to'laydi agarda bir narsa bo'lsa, banda yiqitdi bu qo'ydi. Mana. Ha, jonivorlar. Bir joyda turmas ekan-da bular, ha? Endi dalada yurgan-da bular. Dalada ham yemini yegan, dalada yurgan. Moq Hammasi kichkintaydi. bor, ichida pichmasi, sovug'i yo'q akalar. Ha, Narxini shu bilan qo'yamiz, anarga bu partiya. Qani endi mana shu sovliq bo'lib qolsa, sovlig'i yo'q, qo'chqor. Narxini ham arzon qo'yamiz, Muxtorjon buni ham. Ay, ana qarang, ushatkizmayapti. Bo'ldi, bunda ushamay qo'yaver, nokaut qilasan qo'ylarni. Nech puldan deymiz narxini aka? Narxinimi? Bo'ldi, bularni ham o'tgan safargi qo'zlarning narxi bilan bir xil qilib qo'yaveramiz. Bu katta ekan, bu rangi bo'lar ekan demaymiz. Qo'y o'zgaradi, narxni o'zgartirmaymiz, sen ham. Narx o'zgarmaydi. Narxni o'zgartirmaymiz. 23 dona bir kishiniki. Xolasi 3 tani tashab ketdi, 20 tani bir pachka qolsin. 20 tani bor yemini beraverib, ikkita qo'ra 10 tadan bo'lib olay. Qiziqqan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar, aziz obunachilar, xudo xolasa ishlaring bitadi. Keyingi partiyasiga yemga tayyorlardan bormi aka? Yana bor. Yana yemga tayyorlar. Ko'rsataveramiz obunachilar. Hurmatli obunachilar, mana 3-partiyamizga yemga tayyorlaridan so'ragan aka-ukalarimizga yemga tayyor, yaqin tish buzishga kelib qolgan qo'chqorlardan ekan. Soni nechtalarga bu partiya? Soni 25 ta. 25 dona. Nasib qilsa bitta obunachimiz olsin, xudo xolasa. Oyog'ida kuldirgichi borlar, muhta. Mana. O'ta sog'lom qo'ylar. Tezligi juda tez ekan, ha, o'ta sog'lom. Bo'ylari ham baland azobunachi, 80 santimetrdan baland bo'ylari lekin. O'ta sog'lom. Arzon qo'yamiz, narxini ham bomba qilib beramiz hozir bularni. Mana. Qo'zini puliga shishak qo'y. Shishagi ham ko'p buni ichida. Yemdan bitta solay qashiga. Yemdan. Shishagi ham ko'p buni ichida. Tish yorg'ani ham bo'lsa kerak. Aha. Pullar olib qo'yilibdi azobunachilar. Hayya. Jonivorlar. Mana yemga yuguryapti. Yemni bilayapti. Mana olib kelyapti mana. Mana qarab tur. Mana jonivor. Ketdi. Hammasi sog'lom ekan jonivor. Aka narxini nech puldan deymiz bularni aka? Narxini ham baland qo'ymaymiz bularni. Qo'zilardan ham arzon qilib qo'yib beramiz. Hop. Hammasini bir joyga olgan odamga 5 million so'mdan beramiz. 5 million so'm. Ha. 5 million so'mdan. Tanlab olishga 5 million 200 ming so'mdan beramiz. Tanlab olishga 5 million 200 mingdan. 5 ta, 4 ta yoki 10 ta olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, 5 million 200 ming so'mdan tanlab olavergansizlar azamlar. Masalan, yemaydigan yo'q ekan azamlar. Yog'i yo'q muhtojam. Mana qochayotgan qo'zlar qarang suyagini. Xudo xolasa aka qiziqqan obunachilarimiz telefon qilishadi, kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraveramiz muhtojam. Aziz obunachilar, xudo xolasa mana shu syomkalarimiz kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.